Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Mikrofon oldida Nuriya Rahmat. Diqqatingizda Uyg'ur tibobatchiligining qisqacha tarixiy tasviri. Davomi. Abduri dangliq olim marhum Abdushukur Muhammad Imin. Eng qadimki Uyg'ur tibobatchiligi tabiat bilan shug'ullanish jarayonida garchi uni ilohlashtirgan bo'lsa-mu, yanala tabiatni uning o'z xususiyatlari bo'yicha aynan kuzatishga asoslangan. Moddiy kundalik hayot, minglagan, o'n minglagan moddiy ishlab chiqarish va moddiy iste'mol, jumladan kasalchilikka qarshi amaliy faoliyati tabiatni bir qancha to'p shay'iga va xususiyatga bo'lib tushunishga elib keldi. Bu yolg'iz qadimki Uyg'ur xalqining hayot tajriba saboqlarining natijasi emas, balki butkul turani qo'shni qabilalarning, hatto eng qadimki arslan antropovlar va saklarning hayot tajriba saboqlarining yakuni edi. Bu hal o'zaro ta'sir qila olgan har qaysi xalqlarning shu xil sodda materialistik ko'z qarashlari bilan qo'shilib, eng qadimki to'rt taraf ta'limotining shakllanishiga elib keldi. O'rta Osiyodagi Teshiktosh kilit mina g'ar xarobalaridan tepilgan ko'l qatlamlari bronza madaniyatini ifodalaydigan milodidan ilgariki 2000-3000 yillarga oid Axanishib madaniyati, Yansay vodisidagi antropovlar madaniyati, milodidan ilgariki 1000-2000 yillarga oid Qarasoqlar madaniyatidan o'tning muqaddasligiga oid arxeologik ma'lumot ola olamiz. O'tga hurmat qilish, o'tga sig'inish, o'tga isiriq tashlash, yog' puritish, qapoq ko'ydirish, oy kun tutilganda mash'al ko'ydirib munojat o'qish, nikohda o'tdan sakirtish, o't bilan o'choqdash, beshidan o't aylantirish, o'lim bo'lgan joyga chiroq yiqish, qazdirilgan tosh suv chechib bo'g'linish, ya'ni parda yuyinish qatorliqlar ibtidoiy Turan aholisining o'tqa bo'lgan oliy hurmatini aks ettiradi. Dastlabki qozon va isiriqdan yemaklik, puroqliq giyoh qo'yilgan sapal qachiga qizdirilgan tosh parchalarini qo'yish bilan hal qilinadi. Mashhur Yunon tarixchisi Herodotus o'zining Tarix nomli kitobida masagitlarning mevalarini to'plab, gulxan yiqib, cho'ridab o'ltirishib, o'tqa meva tashlab, xushpuroq chiqarib, mast bo'lib, naqshilar o'qib, usulga tushadiganligini yozgan. Barchuq Artekin tazkirasida ko'rsatilgan rivoyatlarda toshqa o'qib, ustiga sirk chechib, tog'ni yerish afsonasi tasvirlangan. O'g'iznamida o't ranglik oltin xo'roz xosiyatlik simbol bo'lgan. O'g'izxon o'z o'g'illariga oy, kun, yulduz ismini qo'ygan. Yuqori mahorat talab qiladigan qora oltin, ya'ni temir eritish sarmatinlar orasidagi ilohiy mahorat, sargoliq hisoblanadi. Samandar to'g'risidagi rivoyatlar o't to'g'risidagi dunyo qarash bilan zich bog'langan. Marko Polo sayohat xotirasining 59-bobida o'z hamrohi Zulfiqar bilan billa Tangritog' atrofidan samandar teshi, ya'ni toshbaqda elib Rim papasiga jasad o'rashqa sovg'a qilganligi yozilgan. Asli rivoyatda samandar o'tda ko'ymas bir xil chashqin shakllik jondor bo'lib, Marko Polo bilan Zulfiqar toshbaqtini samandar teshi deyishgan. O't bilan billa suvmi muqaddas hisoblanadi. Sir, ya'ni Tanois daryosi bir zamonlarda shifoliq suv deb atalgan. Xalq ichida suv barliq illatlarni oqqizadi. Suvdan chiqqan kishi yangilangan bo'ladi. Suvning muqaddasligi pokligini buzgan kishilar gunohkor bo'ladi degan ko'z qarashlar avloddan avlod, ig'izdan ig'izga ko'chib kelgan.
qadimki shaman baxshilari o'ylanmasdan ikki arvoyi mahbubi bo'ludu deb qarlatdi. Ularning biri suv ilohining qizi bo'lsa, biri daraxt ilohining qizi deyiladi. Oğuznamada Oğuzxon o'z o'g'lidan birsiga dengiz ismini qo'ygan deyiladi. Oğuzxon tunji go'zal mahbubini nur ichida uchratsa, ikkinchisini ko'l ichidagi daraxtda uchirdi. Shaman dinida daraxt muqaddas hisoblangan. Barchuq Artekin tazkirasidimi Buyukxon daraxt qornidan paydo bo'lgan degan afsona yozilgan. Marko Polo sayohat xotirasida Qublayxon daraxtni uzoq umr beg'ishlaydigan xosiyatli narsa deb qarab, daraxt tiktirganligi bayon qilingan. Hikmatlik hisoblangan turli toshlar tuz va poyonsiz tuproq bilan billa oy, kun, yulduzlarni o'z ichiga olgan cheksiz osmon, fasllar parlarini ochadigan, havo rayini gavlandiradigan shamol, havo, olam va hayotlikning muhim bir asosi hisoblangan. Grek tarixchisi Herodotus milodining avvalgi 425-dan 484 yillargacha yashagan. Janubiy Altay, O'rta Osiyodan toki Kaspiy va Qora dengiz yoqasigacha bo'lgan Qipchoq dashtida yashovchi xalqlarni bir manba deb hisoblagan va ularni Skiflar deb atagan. Avestada Skiflar yurti to'g'risidagi bayonda Marvi, So'g'di, Baxti qatoridagi Sikat, ya'ni Sikoziya tilga elingan. İranlıqlar ularni saklar deyishgan. Simachen tarixnomada saklarni Sayjung deb atagan. Me.I. Joku muharrirligida besilgan Dunyo umumiy tarixi 1-tom 626-betda so'ngak selishtirmasi va arxeologiyalik madaniyat selishtirmasi asosidagi tadqiqot bo'yicha Andropov va sarmaltlarning bir urug'dosh manbaligini, ularning saklarning bevosita ota bovilari ekanligini ko'rsatib o'tgan Yayloq va ekinchilik nomli maqolasida milodidan ilgarigi 2000-yillarda antropovlar Qashqariya va Kansu, ya'ni Gansu koridorida paydo bo'ldi deb yozgan. Amerika tarixchisi William Ekvorin o'zining O'rta Osiyo qadimki allari tarixi nomli kitobida Sarmatin qabillarının bir qismi bir chaqlarda Mo'ng'ul egizligining g'arbiy qismini egallagan. Shu chaqda Qashqariyaning ko'pchilik joylarini egallagan xalqning irqi va tili aniq shubhasiz holda sarmantlar bilan zich munosabatli bo'lgan deb yozgan. V. Bartolitning Kona Xorazm xarobasi ustidagi tadqiqotidan uning Sikat, ya'ni Skif madaniyati izlarini muqimlashtirish bilan birlikda saklarni Shohnoma dastonida tasvirlangan Turon qahramonlari bilan bir degan mulohizani ilgari surgan. Iskandar Zulqarnayn zamondoshi bo'lgan qadimki zamon tarixchisi Xorepis Mitleneski Skif shohi Umaragning qizi Atadida bilan Zaradarning muhabbatini, Umaragning rad qilishi va Tamoyiz daryosini kechib kelgan Zaradarning g'ayri to'y ustidan tushib, Atadidani elib qechish haqida yozib qoldirgan yozma hikoyat Bartol mulohizlarini quvvatlaydi. Herodotus qadimki skifiyliklarning Prosiyaga bir qush, bir paqa, bir chashqon bilan billa 5 tal o'q avatganligi bu mayli havodan, zamindan, suvdan kelsangmi yo'qitimiz degan ma'nini bildirganligini yozib qoldirgan. Herodotus Skiflarning g'arbga surilgan qismini, ularning Qora dengiz shimolidagi Jimliya qabillarini g'arbga qo'g'lab, bu joylarni egallaganligini yozgan.
Herodotus Skiflar Qara dengiz shimolida Qrimda o'ltiraqlashgan davr bilan zamondosh bo'lg'achqa, ular haqida tafsiliy va bevosita ma'lumot yozgan. U xanjarni aknak deydiganligini, at qo'shgan harva chedarlarni, ulardagi tangri buddalarni tarjima qilishda qiynalib, greklarga o'xshamaydigan butunlay boshqacha xalq ekanligini ko'rsatib o'tgan. Herodotus ularda piyoz, samsaq, arpa, purchoq va boshqa dalliq ziroatlarning borligini yozgan. Herodotusdan keyinroq yashagan mashhur Yunon doktori Hippokrat Baqrat Skif tibobatchiligining ta'siriga uchradi. B.D. Petrov muharrirligida tuzilgan Sovet Meditsina Akademiyasi tarafidan nashr qilingan meditsina tarixining birinchi tomida Hippokratning asli grek doktorining o'g'li bo'lib, yosh vaqtida Qora dengizning shimolida o'ltiraqlashgan Skiflar orasida yashaganligini va o'zining meditsinalik ko'z qarashiga asosan salgan havo, suv, tuproq nomli risolasida Skiflar tibobatchiligining ma'lum ta'siriga uchraganligini bayon qilgan. Bu kitobda ko'rsatilishicha, Nipuku xonligi zamonida Skif tibobatchiligi va irimchilari hurmatga ega bo'lgan. Kitobda yana Hippokratning Amchilik aqllari nomli risolasida to'laroq Skiflar va Osiyo xalqining tibbiy tamsillari to'plangan deyilgan. Hippokrat to'rt tarafni to'rt fizis deb atagan. To'rt xil to'g'risida ko'z qarash yozma adabiyotda eng dastlab Hippokrat asarlarida uchragan. Hippokrat to'rt xilni to'rt mizoj deb yozgan. Hippokrat ta'limoti keyincha arab va islomiyat tibobatchilari tarafidan davomli tadqiq va tarjima qilindi. O'rta Osiyoning mashhur tibobatchisi Ibn Sina o'zining tibbiy ta'limotini uyushtirganda to'rt xilit nazariyasiga asoslangan. Bu fan taraqqiyotidagi inkorni inkor qilish xarakteridagi varislik va rivojlanishdan iborat edi. Shuni ko'rsatib o'tish hojatki, Uyg'ur tibobatchiligini nuqul Uyg'urlar yashagan zamonda nuqul Uyg'ur tibobatchilarining ta'limoti deb tushunish, Uyg'ur tibobatchiligiga jug'rofiyalik chegaralar talab qilish, Uyg'ur tibobatchiligining tabiat ilmidan iborat tub xususiyatiga uyg'un bo'lmayli qolmasdan, Uyg'ur tibobatchiligining gavdasi, manbasi, o'zliksiz rivojlanish tarixiy amaliyatigami uyg'un emas. Biz Uyg'ur tibobatchiligi deganimizda boshqa milliy tibobatchilikdek Uyg'urlar orasida davolash vazifalarini o'tagan, Uyg'ur xalqining jumladan boshqa qarindosh xalqlarning tibbiy faoliyatlaridan yakunlangan tibobatchilikni nazarda tutamiz. Tibobatchilik milliy til adabiyotdek har bir millat uchun xos va faqat shu bir millat ichida ta'sir ko'rsatadigan narsa emas. U dunyoviy meditsina ilmining bir milliy tarmoqi. Bu yerda mashhur hukma va teviblarning milliy yoki territoriyalik tavalligi bilan ular ixtiro qilgan tabiiy fan ta'limotlarining xalqlar ta'sirini farqlantirish lozim. Biz Yevropa tibobatchiligi deganimizda fransuz, ingliz, italyan, nemis va boshqa xalqlarning o'rtaq tibobatchiligini, Mo'ng'ul tibobatchiligi deganimizda Mo'ng'ullar va shu atrofdagi qarindosh xalqlar tibobatchiligini ko'zda tutamiz. Qadimgi Uyg'urlar va Turani, jumladan Skiflar, xalqlar orasidagi to'rt taraf ta'limoti boshqa xalqlar va mamlakatlarning qadimgi tarixidami o'z ifodasini topgan. Uyg'ur xalqi, jumladan Turani xalqlar orasidagi to'rt taraf tushunchasi Jungo va qo'shni ellar orasidagi olamning tabiiy mohiyati to'g'risidagi sodda materialistik tushunchalar bevosita amaliyotdan chilliqni to'g'nishdan elingan ham ibtidoiy dunyo qarashga, ibtidoiy tibobatchilik ko'z qarashining shakllanishiga kuchli ta'sir qilgan.
O'rta Osiyoda paydo bo'lgan qadimki Uyg'ur qabilalari orasida keng tarqalgan otashparastlik, to'rt taraf tibobatchiligi va shaman irim qoidalarini siqib chiqarmadi. Shaman dini Iroq, Markaziy Osiyoda Bayqal sohili va Mo'ng'ul dalolarida toki 763-yili Tangri qag'an Buyuk xonning mani dinini qabul qilg'ucha davomli saqlandi. Shaman dini bu rayonlarda Qubilay xon davridimi kuchli ta'sirga ega bo'lganligini Marko Polo ko'p qitim bayon qilgan edi. Zaratustra ijod qilgan otashparastlik dini olamni yo'riqliq va qorong'ulik, yaxshilik va yomonlik, poklik va nopoklikdan iborat ikki sifatning ko'rishi bilan to'lgan. Inson bu ikki sifatning tolishish nishonasi. Bu ikki qarama-qarshi sifatlar qo'shkezak bo'lib, bir-biridan ayrilolmaydi. Olamning rivojlanishi yo'riqlikning qorong'ulik ustidan, yaxshilikning yomonlik ustidan, poklikning nopoklik ustidan g'alaba qilishiga bog'liq deb izohlaydi. Avstaning 21-bobida to'rt tarafni poklik unsuri, uni paskinlashtirmaslik talab qilinadi. Bu yerni biroz qisqartib aytay. Xo'sh. Shahnoma, ya'ni Obul Qasim Firdavsning 60 ming beytlik dastoni bo'lib, 1005-yili tamomlangan. 18-asrda yashagan yarkanlik molla Xamish Axunim Uyg'urchaga tarjima qilgan. Uyg'urcha nusxasi hali saqlanmoqda. Shahnomada Aprasiyab, ya'ni Alib Artunga va uning bo'g'ilari to'r peshonlar bilan o'z enisini og'ir va o'g'li Shaydonning milodidan ilgariki 5-6 asrlarda Kir va Dara tarafidan qurilgan Persiya imperiyasi oldidagi Kpanditlar sulolasi shohlari bilan Siyavush va uning o'g'li Kayxisrav bilan bo'lgan Iran Turan jangi tasvirlangan. Bu chog'da Alib Artunga qo'shini otashparastlik diniga e'tiqod qiladi. Dastonda Bergi Giyani izdegan doktor Barzoy tilga elingan. Aprasiya haqida Shahnoma dastonidan xabarsiz holdagi Yusuf Xas Hojib Qutatqu bilik dastonida Mahmud Qashqari divan lug'ati turkda, keyincha Molla Musa Sayrami tarixiy Aminiyada izohat berib o'tgan. Steyn Markaziy Osiyodagi qadimki yodgorliklar degan kitobining 237-betida Samarqand yanida Aprasiyab qal'asini ziyorat qilganligini yozgan. Aprasiyabning qizil seg'izda pishirilgan haykali ashu xarabidan tepilgan. Yaponiya tarixchisi Yui Shei Liaodi o'zining g'arbiy diyordagi Budda dini nomli kitobida Aprasiyabni Iran kinoatlar linolilasi bilan bo'lgan ada-judoliq jangda tunji qitim otashparastlik dinini rad qilib, Budda dinini himoya qilgan Turan shohi sifatida tilga oladi. Bu Buyuk xonning mani dinini, Istiqbora xonning islom dinini qabul qilishdan ilgariki muhim bir hodisa. Budda dini qadimki Hindiston Brahman dini bilan arslanlarning Hindistonga ko'plab o'zlashishi asosida kelib chiqqanligi shubhasiz. Tarixchi Ayan Kalu Budda dinidagi Shiv, ya'ni Sira tangrisini arslanlarning baxt ilohi qutlu bilan yerlik dars sonlarning jang xudosi Kalvanning mujassamlashishidan kelib chiqqan degan fikrni ilgari surdi. Bu mazmun Budda dini haqida biroz tushunchalar berilgan ekan, bu yana misal qisqartib o'tay. Budda dini ishkiri o'lkalarga Shinjang orqali kirgan. Sharqiy Xan sulolasining Mingdi podshohi milodining 67-yili Budda dinini qabul qildi. Toki Tang davrigacha bo'lgan keyingi bir qancha asr ichida Buddaning dasturlari Shinjonglik, Buxoro va So'g'diliq tarjima
nusxasini bo'libmi 382-yili Lui Guang tarafidan asr sifatida poytaxtga avatilgan kuchaliq mashhur Budda olimi Komiri Javaning tarjima nusxasini asos qiladi. Budda dini Şinjan'da kuchlik yildiz tartgan. Onun madaniyatga, jumladan tibobatchilikka bo'lgan ta'siri zo'r bo'lgan. Xotan Budda dinining bo'libmi Mahayana cho'ng mazhabining muhim o'chqig'iga aylangan edi. Xotan hukmronlari ma'muriy mansablaridan tashqari Budda homiysi sifatida oliy maloyik, ya'ni Divaraja degan faxri bilan ataladi. Fashion Xotanga kelganida uni muhim Budda markazi sifatida tasvirlagan. Ular Xotandagi rohiblar sonini 10 mingdan ortiq faqat Chuma nomli ibodatxonada yetib istiqomat qiladigan rohiblar 3 ming bo'lib yetish qo'pishda dang chelnatdi deb yozgan. Kucha Budda dinining Hinayana kichik mazhabining muhim bir o'chqi bo'lgan. Rohiblar sayohat nomalari bilan Lui Guang tazkirasida xon sarayi 3 qat shahar ichiga joylashgan. Unchi marjon zebu zinnatlari bilan bezalganligi tasvirlangan. Qizil ming uy va 1362-yili tuyuqsiz qumga g'arq bo'lib, aholisining bir qismi Arivil Aqsu tarafga ko'chgan. Qumluqdan tepilgan tarisha pichiklarda qurbonlik qilingan to'gilar to'g'risida qarashdi yoziqlari yozilgan. Kucha Hinayana kichik mazhabidagi 4 tus, ya'ni yer, suv, o't, havo, 4 amalda duchorlik, o'ylash, qilish, bilish, tibbiy ko'z qarash va davolash faoliyatiga ta'sir qilmay qolmadi. Yaponiya tarixchisi Yuishi Liaodi G'arbiy diyoridagi Budda dini nomli kitobida ko'rsatgan Şinjangda tarjima qilingan nurg'unlagan Budda kitoblari katalogida Naho ehtimol karamat asrar degan taxallus bo'lishi mumkin tarafidan Xanzuchaga tarjima qilingan homildarlik kitobi, Zo'qnoma, ayollar bilim kitobi qatorliqlar tibbiy kitob bo'lgan bo'lishi ehtimol. Katalogida Nahu faqat mushu xildagi kitoblarning tarjimoni sifatida ko'rsatilgan. Qolgan Budda dini kitoblarda uning ismi ko'rsatilmagan. Bu Nahuning kasb ahli, ya'ni tibobatchiligini dalillaydi. Shuni ko'rsatib o'tish kerakki, Budda dini madaniyati ta'siri ostida Hindiston tibobatchiligining ta'siri bir tarixiy fakt. Tashqi kasalchilikni asos qilib, milodidan ilgiriki 1-asrda Shush zot tarafidan yozilgan Ayurveda, ya'ni hayot kitobining Turanға ta'sir qilmaganligi ma'lum emas. Bu chaqlarda G'arb bilan Jungo o'tirsidagi dori-darmak sodisi obat bo'lgan. Apyun va hindi neshisi bilan behush qilishmi tibobatchilikda qo'llanilgan edi. Tubut, ya'ni Zangyi tibobatchiligi 5-7 asrlarda ishki o'lkalar bilan Şinjan tibobatchiligi bilan o'zaro ta'sir qilishgan. 8 va 10 asrlarda shaman dini Uyg'urlar orasida keng tarqalgandan keyinmi Budda dini o'zining mahallaviy ta'sirini yo'qotmadi. Qarabalasag'unda shaman dini bilan Mani dini, Ediqutda Mani dini bilan Budda dini va Kucha, Qashqar xotellarda Budda dini, shaman aqidlari saqlandi. Chistani Ilikbek dastonidan biz 6-7 asrlarda tarqalgan siloq, ya'ni vaba kesilining ig'ir fojiasini va uningga qarshi bir qism kurash manzirasini ko'rib olaymiz. 1902-yili Gronovedil bilan Hut, 1906-yili Lekuk turpandan topgan Uyg'ur yoziqidagi Mani duonomasi 15 parcha bo'lib, yo'riqliq va 5 xil unsur, ya'ni 5 taraf tangrisi Hormuzdonining o'z tarafdorlari bilan billa
shayton va uning qorong'ulikqa vakillik qiladigan tarafdorlari bilan bo'lgan jang yerim xiyoliy, yerim real iboralar bilan tasvirlangan. Manidini xristian bilan atashparastlik va qisman Budda omillari asosida tuzilgan bo'lib, yanala yo'riqliq va qorong'ulik ziddiyatini asos qiladi. Tarixchi Kat o'zining Jungu matbaa texnikasining kashf qilinishi va tarqilish tarixi degan asarda Turpanda matbuotchilikning so'ng sulolasi vaqtidagi ravoji Uyg'ur, Xanzu, Tong'ut, Anatkak, Paris, Suriya yeziqlarida Budda, Mani, Xristian kitoblari setildiganligini bayon qilgan. Xilyot Dunhuangdan necha yuzlagan, ya'ni Uyg'ur bosma harflari qachilangan so'g'ini topgan. 1910-yili Malo Seriq Uyg'urlar orasidan 8-9 asrda Uyg'urchalashtirilgan Budda kitobi, ya'ni Oltin yorug'ni topgan. Steyn 1908-yili Dunhuangdan 338 misraliq Budda duonomasini topgan. 1930-yili Turpandan tepilgan Xuanzangning tazkirasi Borsarabtu Samsuqarning Nom Pütki 9-asrda Sali Tutung namliq Uyg'ur tarafidan Anatkak tilidan tabg'ash, ya'ni Xanzu tiliga, uningdan Turk Uyg'ur tiliga tarjima qilinganligi eskartilgan. Bu materiallar tibobatchilik va umumiy madaniyat tarixini tadqiq qilishda ma'lum ahamiyatga ega. Mani ta'limoti qadimki Uyg'ur irim qoidalari bilan birlashib ketgan, jumladan dorigarlik, soda karvonlari bilan billa davomli ta'sir ko'rsatgan. Xinjiangning Han, Tang, Sung zamonlarida ishki o'lkalar bilan bo'lgan tibobatchilik jihatdagi qo'yiq munosabati Uyg'ur tibobatchiligining davomli rivojlanish tarixida ko'rinarli muhim bir sahifa hisoblanadi. Bu munosabat Zhangchenning g'arbiy diyorga qilgan safaridan ilgarimi mavjud edi. Xanvudi podshohlik qilgan chaqlarda Chang'anda g'arbiy diyor buyumlari, dori materiallari setiladigan Chanshi Chanjuy magazini qurilgan. Ishki o'lkalarga zarangzi chechki, samsoq, uzum, anar, zarnab, nushudur, sabza, so'sa terisi, sabri so'qir turmisi, jinshoxla, mig'iz, ravan, kampura, böken, müngizi, beda, kunjut, yangoq, purchaq qatorliqlar kirgan. 5 davrda tavus terish, tavus suyidan shifo o'rnida foydalanish ishki o'lkalarga kirgan edi. O chaqda nöşüdür, yaltiroq zamcha, qahriva, böken müngizi, qunduz urug'doni qatorliq dorilar setilgan. Ishki o'lkalardanmi nurg'un dori materiallari g'arbiy yurtga chiqarilgan. Lonqa, xashak qo'yish ehtimal shu chaqlarda ishki o'lkalardan taralgan bo'lishi mumkin. Zhang Zhongjingning mashhur Keziknoma degan kitobi bilan Jin sulolasi davrida yashagan Wang Shuning Tomir tutish dasturi degan ataqliq asri Uyg'ur tibobatchiligining rivojlanishiga zo'r tuhfa qo'shdi. Ibn Sina o'zining Kitobul Qonun fi Tibib asarida ko'rsatgan 48 xil tomir so'qish, tomir tutish qoidasining 35 xili Wang Shuninki bilan o'xshash bo'lgan. Ibn Sina o'z kitobida arabcha, xanzucha harflar bilan bu qoidalar ismini yozib ko'rsatgan. Qozon Mahmudxon vaqtida uningga vazirlik qilgan Eronlik olim va tarixchi Rashididdin al-Hamdani o'zining Jam'u Tavarixdan keyin 1313-yili yozgan Chin tibobat qomusi degan kitobida Wang Shuni Wang Shuko deb tilga olgan ham uning tomir tutish dasturi asarini turkchaga advar tarjima qilganligini ko'rsatib o'tgan.
Süy sulalası dəvrdə Ғərbi diyar hökümalarının retseptləri, Ғərbi diyar ataqlıq teviplərinin 4 cilitlik muhim retseptləri toplami qatarlıq kitaplar yazılған. Tang sulalası dəvrdəki taşqı kasallikning yo'chun retseptləri degan kitapda zəhərlik ishqni davalash uchun badiyan suyini siqib ichib, qoldiqini ishqqa chaplash tavsiya qilingan. Tang sulalasining mashhur tibbiy kitaplarimi Uyg'urlar orasiga tarqalgan. Tövəndəki iki bətki yaqın orunda diyarimizdən tepilgan münasibətli kitaplarının isimləri berilibdi. Bu yəni atlab ötüb ketay. Xoş. Son sulalası dəvrdə doğru materialları sodası teximi kengaydi. Son sulalısının tarixi Uyg'urlar təzkirəsi, Xotan təzkirəsi, son sulalısının muhim tarixi qatarlıq mənbələrdə Salajin yerlik mamuran, Toğrığa, Məstiki, Post Şirin İpar, Böken Müngüzi, Qahrava, Zarangza, Çeçki, İgir, Toşqan Zərdiki, Ürginek, Smap, Sırsuruq, Xotan, Məyzibi tilg'i elangan. Tinch Jahonnama kitabida 958 yili G'arbi diyordan 115 shisha qizilgul atra kelganligini, shishalar mumlangan bo'lib, chechilsa purqi 10 necha kun ketmaydigan xushpuroqligi yozilgan. 1077 yili 12 oyning 27 kuni Xotan elchisi Oas bilan Nansağun 31 ming jin Məstiki şernini ordaga elib bargan. Tang Sung davrida Uyg'ur tibobatchiligi baras, ya'ni ah kasalini davolashda zo'r unum qozongan. Tangnoma, G'arbiy diyor tazkirasi, Tang davridagi mashhur teviblar tazkirasi qatorliq kitoblarda Uyg'ur teviblarining ming so'ngini yerib, xaltiliq qurtni elib tashlaganligini va ko'zni operatsiya bilan ro'shanlashtirganligini yozgan. Yuan sulolasi zamonasida yashagan Tao Rongyi o'zining Ju Bingginlu degan kitobida Xushinning o'g'li beshi og'rib taqatsizlanganda Uyg'ur doktori uning chekisini yerib, qattiq, biroq harakatlanadigan qurtni elib tashlab, bolani saqaytganligini ko'rganligini yozgan. Shu kitobda safar ustida birdan qo'rsqi ko'pib yiqilgan otni bekatdagi bir qeyri Uyg'ur doktorining operatsiya bilan saqaytganligi yozilgan. Yama sirish, ilg'i elish, otning noxolasini elish uzoq zamonlardan beri mahallaviy davolash usuli bo'lib qolgan edi. Xan Tang Sung zamanida Uyg'ur tibobatchiligi bevosita amaliyat, shundaqla ishki o'lkalar, Iran, Arab tibobatchiligi va dora materiallari savdosining ta'sirida zo'r qadam bilan ilgariladi va tibobatchilik ilmining rivojlanishiga muhim hassa qo'shdi. Şinjandan chiqadigan dora materiallari jumladan Lachivar Kashgar, Sapadan Kashgari, Vaj Xotani, ya'ni Xotan egri, Xotan Ipari, Sharqiy Rim va Arab xalifliklarida dunyoviy shuhrat qozongan. Uyg'ur tibobatchiligining yaqinqi 1000 yillik tarixini aslaganimizda Abu Ali Hasan binni Ibn Sina tibobatchilik ta'limotining muhim utuqlari va ta'siri ustida to'xtalmay o'talmaymiz. Ibn Sina ta'limoti yaqinqi 1000 yildan buyon Uyg'ur tibobatchiligining muhim bir asosi bo'lib qolmasdan, u g'arb meditsinasining o'rta asrlardagi o'li edi. Hürmetlik anlarman qeyrindaşlar. Yuqorida dangliq olim mərhum Abdüşkür Muhammed Eminning Uyg'ur tibobatchiligining qisqacha tarixiy tasviri nomli ilmiy maqolasining 2 bo'limini angladinglar. Davomini, ya'ni oxirgi bo'limini
kelar qitimliq programmamizda anglaysizlar. Xayr xo'sh, aman bo'layli.